Biz yashayotgan 21-asr ilm-fan taraqqiyoti misli ko'rilmagan darajaga yetgan, axborot oqimi cheksiz va globalizatsiya jarayonlari chuqurlashgan davrdir. Bunday murakkab va tez o'zgaruvchan sharoitda yosh avlodni tarbiyalashda dunyoviy va diniy bilimlarni alohida emas, balki mo'tadil tarzda sintez qilib berish zaruriyati dolzarb masala bo'lib turibdi. Yoshlar har qanday jamiyatning kelajagi, ularning komil shaxs bo'lib voyaga yetishi uchun nafaqat aqliy bilimlar, balki ruhiy va ma'naviy tarbiya ham birdek muhimdir. Dunyoviy bilim moddiy taraqqiyotning kaliti hisoblanadi. Dunyoviy bilimlar yoshlarni hayotda o'z o'rnini topishi, iqtisodiy mustaqillikka erishishi va jamiyat taraqqiyotiga bevosita hissa qo'shishining asosiy omilidir. Matematika, dasturlash, chet tillari, menejment kabi ilmlar yoshlarga zamonaviy mehnat bozorini talabgir bo'lishini imkonini beradi. Ilmsiz yoshlar nafaqat o'z shaxsiy hayotida, balki mamlakatning global maydondagi pozitsiyasida ham zaif bo'lib qoladi. Tabiiy va ijtimoiy fanlar yoshlarga mantiqiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa ularni turli xil noto'g'ri g'oyalar va manipulyatsiyalardan himoyalaydi. Dunyoviy ilmlarga kuchli urg'u berish, davlatni innovatsion salohiyatini oshirish, ilmiy kashfiyotlar qilish va jahon miqyosida ilg'or texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan yuqori malakali kadrlar zaxirasini yaratadi. Diniy bilim qalb tinchligi va ma'naviy yuksalish manbai hisoblanadi. Diniy bilimlar insonning ichki dunyosini boyitadi, unga hayotning ma'nosi, axloqiy me'yorlar va yuksak qadriyatlarni yetkazadi. Diniy ta'lim insonni nafsga qullikdan, ichki bo'shliq va umidsizlikdan xalos etadi. U yoshlarga sabr, shukr, adolat, mehnatsevarlik va insoniylik kabi oliy fazilatlarni o'rgatadi. Har qanday jamiyatda tartib va intizomni saqlash uchun axloqiy me'yorlar talab etiladi. Diniy bilimlar, ayniqsa islomdagi axloqiy qoidalar yoshlarga halol yashash, ota-onaga hurmat va vatan oldidagi mas'uliyatni chuqur anglashga yordam beradi. Noto'g'ri tanqidlardan himoya qilish kunimizning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Dinni to'g'ri manbalardan, mo'tadil ustozlardan o'rganish yoshlarni turli ekstremistik va radikal guruhlar ta'siridan asraydi. Chunki jaholat va bilimsizlik har qanday radikal g'oyalarning ildizi hisoblanadi. Mo'tadillikning zarurati. Masalaning tub mohiyati shundaki, dunyoviy va diniy bilimlarni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Ular komil insonning ikki qanoti kabi bir-birini to'ldiradi. Bu mo'tadillik tamoyiliga tayinlanishlikni anglatadi. Agar faqat dunyoviy ilmga e'tibor berilsa, natijada moddiy jihatdan taraqqiy etgan, ammo ma'naviy jihatdan qashshoq avlod shakllanadi. Bunday shaxsda qadriyatlarning inqirozi, pul ortidan quvish, o'zgalar hisobiga yashash kabi salbiy illatlar paydo bo'lishi mumkin. Agar faqat diniy ilmga e'tibor berilsa, natijada ruhan toza, ammo zamondan orqada qolgan, jaholatga moyil bo'lgan avlod shakllanadi. Ular dunyoviy hayot talablariga javob bera olmaydi va iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lishga qiynaladi. Mo'tadil yondashuv dinni taraqqiyotga to'siq emas, balki turtki deb bilishni o'rgatadi. Shuningdek, ilm-fan yutuqlarini mas'uliyat bilan insoniyat manfaati yo'lida qo'llashni o'rgatadi. Uning aqli va qalbi o'zaro uyg'unlikda bo'lishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, komil insonni tarbiyalash faqat maktab yoki diniy muassasaning ishi emas, balki butun jamiyatning eng avvalo oila, maktab va mahallaning umumiy vazifasidir. Yoshlarga dunyoviy bilimlarni berishda ularning halollik, mas'uliyat va insoniylik kabi diniy axloqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqligini uqtirish zarur. Diniy bilimni yetkazishda esa doimo bag'rikenglik, vatanparvarlik va bunyodkorlik ruhida bo'lish talab etiladi. Faxrli va muvaffaqiyatli avlodni shakllantirish uchun bizga ilm, ma'rifat va sof e'tiqodning mo'tadil sintezi zarurdir. Bu bizning farovon kelajagimiz garovidir.